ko'plab yurtdoshlarimizda bitta savol bor. Kadastr idoralari bir vaqtning o'zida ham o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalarini o'sha e'tirof etish yuzasidan xatlov ishlarini amalga oshiryapti va shu bilan parallel ravishda yer nazorat tadbirlarini ham amalga oshiryapti. Bu nima degani? Ya'ni ham e'tirof etmoqchi-yu, ham jarima qo'llayapti degan masala borda. Ya'ni bu odamlarning orasida har xil tushunar tushunmas fikrlarga olib kelayotgan bo'lishi mumkin. Shu narsaga bir aniqlik kiritib o'tib ketsak, 1937 da aniq chegara belgilanganda buni hamma yoddan biladi. Istalgan hozir fuqarodan agar o'zboshimchalik bilan egallagan yeri bo'lsa, qurilmasi bo'lsa, so'rasangiz biladi. 2018-yil 1-maygacha qurilgan bo'lishi kerak degan gapni aniq biladi. Endi yer nazorat tadbirlari shunda ham davom etyapti. Nimaga? Buni to'xtatib bo'lmaydi. Sababi ochiqini aytishimiz kerak. Mana shu 937-sonli qonun qabul qilinib, e'lon qilingandan keyin egallab olish holatlari ko'paydi. Bo'lmasa ogohlantirganmiz. Hozir egallab olmanglar, qurmanglar, bugungi kunda qilmanglar, ma'muriy javobgarlikka sabab yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Bu ishni qilmanglar deganimiz sayin bu narsa to'xtamayapti, ochiqni aytishimiz kerak. Endi shu joyda eng asosiy masala odamlarni, fuqarolarni aytayotgan masalasi, men buni o'sha 937 bilan e'tirof qilib olmoqchi edim. Lekin jarima yozyapsizlar, deyapti. Mana shu joyda biz bitta narsani aytib o'tib ketamiz. Mana jonli efir, ommaviy axborot vositalari xodimlarining ishtirokida kadastr inspektorlari sizni noqonuniy egallab olgan yeringiz yoki noqonuniy qurilmangizga bordimi, katta ehtimol bilan sizni qurilmangiz 937 ga tushmaydi. Chunki Uskosmos degan tashkilot bor, hammamiz bilamiz. Mana shu tashkilot yillarni bir-biriga solishtirib, kosmik syomkalar orqali tahlil qilib materiallarni bizga beradi. Ya'ni yer nazoratchi inspektorlarimiz bor, bu yerda o'sha rahbarlar o'tirishdi. Ular o'sha, ya'ni tasdiqlangan ma'lumot. Bu degani 2018-yil 1-maydan keyin qurilganligi aniq. Hozirgi kunda mana 2024-yil, 2025-yilda egallab olingan noqonuniy qurilish qilingan holatlar bo'yicha yer nazorat tadbirlari o'tkazilyapti. Agar bo'lishi mumkin, orasida tushib qolsa, 18 dan oldin qurgan holatlar bo'ladigan bo'lsa, bunga qanday chora ko'rilyapti? Bunga o'sha bizani xodimlarimiz, inspektorlarimiz borib joyda dalolatnomalar rasmiylashtirib, bu holat 937-sonli qonunga tushar ekan degan mazmunda bu holatni chetlab o'tilayapti.